Hop, assalomu alaykum hammaga. Hop, assalomu alaykum hammaga. 2-1 13 mavzusini o'tamiz bugun. 13 mavzu bu yerning olmalari rostdan ham yoki juda ham arzon degan mavzu. Ya'ni prezentatsiya qilib tayyorlab olgandim. Shuni hozir boshlaymiz. Hop, demak bugun o'rganadigan narsalarimiz tovarlarning narxini eshitib tushuna olish, ko'rib tushuna olish va ular haqida oddiy gaplash, suhbatlashish. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni bugun bu nechi pul, u nechi pul degan mavzularni o'tamiz va keyingisi sifat kesimli gaplarning qo'llanilishini o'zlashtirish, keyingisi qanday, bu qanday, ya'ni so'roq olmoshining qo'llanilishini o'zlashtirish, ya'ni zimmeyang degan so'roq olmoshi va oxirgisi Xitoy pul birligi renminbi bilan tanishish mavzusini o'tamiz. Hop, kitobimizda mana bu joyi bor, rasmlar bor. Bularni bir hozir qo'yib o'rganamiz. Bu yerda 6 ta so'z bor. Bular o'zi dars mobaynida keladi. Hozir bir har tomoniga qarshi bir aytib o'tib ketaman, qaysi so'z nimaligini. Menimcha ko'pchilik uchun yarmidan ko'pini biladi. Birinchisi nima? Olma, to'g'ri? Olma. Olma qaysi so'z? S ga to'g'ri keladi. Pinguo. Pinguo. Hop, ikkinchisi nimaga o'xshayapti? Kiyimlarga, kiyimlar. Kiyim so'zi Xitoy tilida yifu deyiladi. Yifu, kiyim yoki kiyimlar. Uchinchi so'zimiz finjon, stakan deymiz. Uni E rasmiga to'g'ri keladi. Va to'rtinchi rasmda esa kiymoq, ya'ni kiyimni kiymoq ma'noda keladi, ya'ni chuan, kiyim kiymoq. Va beshinchi rasmimiz do'kon, ya'ni o'sha shangdian degan so'z bor. Shangdian F shunga to'g'ri keladi. Va oxirgisi B, ya'ni piani, arzon degan so'z. Piani, arzon degan so'z. Tushunarli? Bular dars mobaynida kelgan so'zlar. Bularni shu batafsil o'rganib o'tib ketdik. Endi kitobimizni pastroq tushirsak, tekstlar bor. Tekstdan oldin birinchi nima qilamiz? So'zlarni o'rganib chiqamiz alohida. So'zlarni alohida o'rganib chiqamiz, ya'ni oldin tayyorlangan prezentatsiya asosida. 杯子，杯子，售货员，售货员，这边，这边，钱，钱，这些，这些，快，快，那些，那些， Demak, beyzi bu finjon, stakan. Ya'ni rus tilida stakan, o'zbek tilida finjon deyiladi. O'sha choy ichganda ushlaydigan stakan tushuniladi. Shouxoyan sotuvchi, ya'ni ba'zida laoban ham deyish mumkin. Xitoyliklar og'zaki tilda laoban deyish mumkin. Ya'ni boss degandagi o'sha magazinning boshlig'ini laoban ham deyishadi. Shu magazin sotuvchisini ham tushunarli. Demak, laoban degan so'z o'zi boshliq, sotuvchiga ham laoban deb aytishadi, ya'ni og'zaki tilda. Jebian bu tomon, chian pul, jesiya bular, mana bular, kuay pulchon hisob so'z, nasi ana bular. Endi bularga shoshmaymiz, nima qilamiz? Har biriga misollar ko'rib chiqamiz. Beyzi stakan, may beyzi degani stakan sotib olish, ya'ni may sotib olmoq, may beyzi stakan sotib olmoq. Beyzi diyan mana diyan so'zi do'kon degani. Endi stakan do'kon, ya'ni piyola, stakanlar hammasini o'sha deymiz, beyzi diyan deysiz. Yoki aytishimiz mumkin, magazinga borib, nima deymiz? Niyo beyzima, sizda stakan bormi? Niyo beyzima. Niyo jiga beyzi. Ya'ni yoki sizda nechta stakan bor? Tushunarlimi? Niyo jiga beyzi. Sizda nechta stakan bor? Bu savol variantlari. Endi misol uchun bitta stakan bor deysiz-ku, voyo yiga beyzi. Shu tarzda bilan davom etadi. Demak, stakan nima ekan? Beyzi. Beyzini beyzi degan bo'ladi o'zi. Keyin beyzi degan so'zga o'zi yoniga misol uchun olaylik. Men hozir bitta misol yozib qo'yaman. Cha beyzi sezim bo'ladi. Cha bey degan so'z. Bu o'zimiz tilda piyola deymizmi? Choy stakani bo'ladi. Hozir. Cha bey yoki istalgan ana misol uchun jiobey har so'zlarni oldiga qo'ysangiz o'sha narsa stakani bo'ladi. Tushunarli? Misol uchun yana bitta narsasi bor. Agar siz qanaqadir kafeteriyaga borsangiz, misol uchun sizdan so'raydi, Xiaobei yoki Zhongbei deyish mumkin.
da beitsi deyish mumkin. Bular nima? Bular o'sha siz kofe olmoqchi bo'lsangiz, siz kattarog'ini tanlaysizmi, o'rtacharog'ini, kichkinasini deydi-ku. Shu paytda nima deysiz? Xiao bei siz bo'ladi, kichkina stakan bo'lib ketadi. Zhong bei siz o'rtacha stakan. Da bei siz katta stakan bo'ladi. Buni istagan o'sha narsalarga katta, misol uchun kosa bo'lsa, kosa so'ziga xiaowan, zhongwan, dawan deb ketaverasiz. Misol uchunda demak, istalgan so'zga boqar ekanmiz, xiao so'zini qo'ysangiz o'sha narsani kichkinasini, zhong siz o'sha narsani o'rtachasini, da deb qo'ysangiz o'sha narsani kattasini tushuniladi. Tushunarli? Buni ma'nolarini tushunsak, kichik stakan, kichik s deb yozib qo'ydim, endi sig'maslik uchun tushunarli bo'lishi uchun. Keyingisi bu nima bo'ldi? O'rtacha stakan. Hop, keyingisi nima? Katta stakan. Ko'rdingizmi? Hammasi nima? O'sha stakanlar nomlanishi. Hop, keyingisiga o'tamiz. Aytdik. Shouhuo yuan. Shouhuo yuan bu sotuvchi degani, ba'zida laoban degan bo'ladi. Shouhuo yuanda shou'ni o'zi sotish degan. Xuddi boyga biz may degan so'z bor, sotish. O'sha so'zning sinonimi. Mana bu yerda may degan so'z bor, 4-tomda. Bu ham sotish degani. Mana ikkalasi. Faqat bu endi sotuvchi deganimizda mana shou so'zi mana sotuvchi. Huo degani mahsulot degan. Mana bu huo'ning o'zi mahsulot degan. Yuan degani xodim degan. Tushunarli? Yuan mana huo mahsulot. Yuan bu xodim. Qo'ysak shouhuo yuan bu sotuvchi bo'ladi. Kasbni nomi sotuvchi. Nima bo'ldi? Ba'zi boyda laoban dedimki, bu og'zaki variant aytiladigan shakli. Og'zaki varianti bu yozma kitobiga nazariy shaklida shouhuo yuan. Kasbni nomi. Tushunarli? Shou sotish, huo mahsulot, yuan xodim degan. Mana yuan. Demak, magazin sotuvchi qayerda ishlaydi? Magazinda. Shouhuo yuan zai shangdian gongzhou. Sotuvchi magazinda ishlaydi bo'ladi. Tushunarli? Yoki aytishim mumkin, magazinchini o'rniga, misol uchun do'stim siz yoki akam siz GG zai shangdian gongzhou. Akam magazinda ishlaydi. Buni ma'nosini tushundingizmi? Sotuvchi magazinda ishlaydi. Zai da qo'shimchasi. Keyin so'zimiz j biyan degani, j biyan bu taraf degan. J biyan bor yoki na biyan bor mana. Misol uchun beizi zai j biyan stakan bu yerda. Mana da qo'shimchasi birinchi aytiladi. Stakan bu yerda. Endi Xitoylar ham chuchvara qilishadi. Chuchvara Xitoy tilida jiaozi deyiladi. Jiaozi na biyan. Demak, nimadir narsani qayerdadir demoqchi bo'lsangiz, nimadir narsa zai j biyan, nimadir narsa zai na biyan. Keyin umumiy aytib o'tib ketsak, j biyan bu taraf, j siye mana bular, j g mana bu, jer bu yer. Na biyan ana bu taraf, na siye ana bular, na g ana bunisi, nar ana bu yer. Tushundingizmi? Demak, hozir yana bitta batafsil tushuntiraman, sal tushuntiramiz. Hop, j biyan deganingizni ma'nosi nima bo'lar ekan? Nimadir narsani bu tarafda siz j biyan deysiz. J siye mana bular. Asosan ikkitadan ko'p narsalarga o'sha aytiladi. J siye. Hozir yoniga boshqa yozib qo'yaylik. J biyan bu tomon, j siye mana bular. Yoki bular deysizmi? Bular deb qo'ysam bo'ladi, bular. Bular. J ga bunisi ikkita narsa, 3 ta narsa urgan biz qaysi birisiga kerak desa, j ga deymiz. Hop, yer degani bu yer degani. Hammasini to'g'risi Yevropalarga yozib qo'yaman. Mana. Tushundingizmi? Xuddi tartibda o'rganamiz. Endi nabiyan, endi ana bu taraf degani, ana bu taraf. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa, faqat buni endi bu tomon emas, bu tomon deymizmi? Ana bu tomon deymizmi? Ana bu tomon desek ham to'g'ri bo'lar ekan. Bu tomon desek ham to'g'ri bo'ladi. Bularni endi nima deymiz? Bular emas, endi ana bular. Ana bular, mana bular. Bunisi emas, endi ana bunisi. Ya'ni uzoqdan narsa ko'rsamizku, naga, ana bu odam degandek.
nar degani nima degani? Endi u yer degani. Tushunarli? Bu yer, u yer. Demek ketdik. J bilan na bilan. J siye, na siye. J g, na g. Jer, nar. Demek J bilan bu tomon, bu taraf degan. Stakan bu tarafda. Yoki stakan zayjer desa ham bo'laveradi, xo'p. Stakan qayerda? Stakan zayjer, stakan bu yerda. Stakan bu tomonda. Ma'nosi deyarli bir xil. Keyingisi chian degan so'z mana. Yo xando chian. Yo degani ko'p degani. Ko'p puli bor degani. Bor, juda ko'p pul. Ya'ni juda ko'p puli bor degani. Agar meni qo'ysangiz, "Wo yo xando chian" siz meni juda ko'p pulim bor bo'ladi. Keyingisi meyo chian deyishingiz mumkin. Pul yo'q. Meyo chian lekin mei chian. Wo mei chian. Meni pulim yo'q. Yoki aytishimiz mumkin. Bo'g'irsoq degani baozi degani. Baozi doshao chian yiga. Doshao qancha degani. Bo'g'irsoq yoki manto, manti deylik o'zimiz tilda. Bo'g'irsoq yoki manti necha pul turadi bittasi? Beyzi doshao chian yiga. Stakan bittasi necha pul turadi? Tushundingizmi? Doshao desa ham bo'ladi. Doshao chian siz faqat narxini so'rayotgan bo'lasiz. Doshao o'zi qancha degani. Qancha pul turadi demoqchi. Bittasi qancha pul turadi? Stakan qancha pul turadi? Demak, pul aytib o'tib ketdik. Chian nima ekan? Pul. Qadib o'qilmaydi bu. Keyingisida i bei niunai doshao chian. Bu yerda hozir ko'rdingiz, biz oxirida boya igani oxiriga qo'ygan bo'lsak, endi igani boshiga qo'ydik. Mana, endi bitta yoki bir stakan, mana bir stakan sut necha pul turadi? Mana buni aytyapti. Bir stakan sut qancha pul? Bir stakan necha pul? Ya'ni bir stakan bu bir stakan sut necha pul? Bu bitta stakanning o'zi qancha? Tushunarli? Bu sutni so'rayapti. Bir stakan sut, bunisi stakani o'zi. Ibn Haniyushu Doshavchian bitta Xitoy tili kitobi qancha turadi? Ana. Bin nima uchun hisob so'z? Kitoblar uchun hisob so'z. Haniyuni bilamiz Xitoy tili. Hop, shu kitob degani. Bitta Xitoy tili kitobi necha pul turadi? Hop, keyingi so'zimiz kuay degani pul uchun hisob so'z. Xitoyda endi 1 yuandan ta 100 yuangacha pul birliklari bor. Hozir biz eng keraklarni o'tamiz. O'sha Xitoyda ham deyarli naqd pulning o'rniga kartaga pul o'tkazish ommalashib qolgan. Naqd pulim deyarli yo'qolgan. Lekin haligacha ba'zi insonlar ishlatishadi. Hop, endi raqamni o'tganmiz. Fu kuay chian ma'nosi 5000 so'm pul degan. Ya'ni biz endi 5000 so'm deymiz so'rib, o'sha 1000 qo'shimchasini biz aytamiz. Lekin u nimadir ekan? Burasi 5 ta pul, ya'ni 5 yuan degan ma'noni bildiradi. Tushunarlimi? Bu kuay. Kuay bu yuanni og'zaki varianti. Bu kuay, shi kuay, arshi kuay, bu shi kuay, yibai kuay. Yoki yibai chian ham. Demak, siz shunchaki kuay deb qo'ysangiz ham bo'ladi raqamdan so'ng ana. Bu kuay yoki bu kuay chian ma'nosi bir xil. Oxirgi chian so'zini aytmasangiz ham xato hisoblanmaydi. Hop, endi bularni nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Ma'nosini. Birinchisi nima edi? Ekranni pauza qilib bemalol javoblarni topsangiz bo'ladi. Topib bo'lgan bo'lsangiz, endi audiosini ham bir eshitamiz javoblari bilan. Agar to'g'ri topgan bo'lsangiz, mana shu joyini to'xtatib turib, ekranda agar elektron doska foydalansangiz yoki maqsadingiz bo'ladi, mana bu so'z stakan, mana bu so'z nimadir deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. 杯子，杯子，售货员，售货员，这边，这边，钱，钱，这些，这些，快，快，那些，那些， Ko'rsa, keyingi qismida iloji boricha penillarsiz, misol uchun beyzi deb mana bunaqa o'rganish kerak. 杯子， Mana. 杯，
请问有杯子吗？有，杯子在这边。多少钱一个？这些5块钱一个，那些10块钱一个。我买这个吧。 Ha, bu tekstlari, tekst endi ma'nosi kichik bir do'konda Wang Yisui piyola sotib olyapti. Ya'ni shu mavzu. Endi birdaniga tekst audiosini eshitib ketdik, ha. Demak, nima bo'ldi? So'radi Chingwon. Boya so'zlarni o'rgandik, stakanni o'rgandik, bu tarafni o'rgandik, pulni o'rgandik va ana bu mana bularni o'rgandik, to'g'rimi? Endi tekstni tarjima qilsak, Chingwon so'rasam maylimi? deb tarjima qilamiz. Mana so'rasam maylimi? Sizda stakan bormi? So'rasam maylimi yoki bo'ladimi? Stakan bormi? Ya'ni sizda stakan bormi demoqchida. Keyin deb javob beribdi. Hop, sotuvchi bor. Bor. Stakanlar yoki stakanlar deydi. Stakanlar deydi, farqi yo'q. O'zi Xitoy tili beyzi deganda ham stakanlar tushuniladi. Stakanlar bu yerda yoki bu tomonda. Hop, keyin nima debdi? Qiz Wang Yisui. 多少钱一个 tarjima qildik, qancha edi? Bittasi qancha turadi? 多少钱 necha pul degan so'z? Yiga degan bitta degani. Qancha turadi bittasi? Yoki bittasi qancha turadi? Hop, keyin sotuvchi javob beribdi. Bular 5 yuan bittasi. Yoki bittasi 5 yuan deylik. Hop, ana bular 10 yuan bittasi. Yoki bittasi 10 yuan yoki 10 yuan bittasi desa ham bo'ladi. Oxirida sotuvchi nima debdi? 我卖这个吧 men bunisini sotib ola qolaman. Ya'ni oxirida ba qo'shimchasi men shuni sotib ola qolay demoqchi. Ya'ni o'ziga buyruq berib tavsiya beryapti. Xulosa, mashina ola qolganim yaxshi demoqchi. Ko'rsa, demak, har tekstdan 请 oldin 问有杯子吗？ davom etamiz. Orada pauza qilib turdim, shunga boshlaymiz. Demak, davom etamiz. Bu yoqda aytib o'tdik. So'rasa maylimi, stakan bormi? Bor, stakanlar bu tomonda. Bittasi qancha turadi? Mana bo'lari deymiz-ku, biz ham mana bo'lari. Bittasi 5 yuan, ana bo'lari bittasi 10 yuan. Demak, oddiy stakanlar 5 yuan ekan. Har biri. Sal yaxshiroq stakanlar, qalinroq rangida borlari, ranglilari, ya'ni 10 yuandan ekan. Men buni sotib ola qolaman deyapti. Tushunarli. Demak, shu tekstda endi savollarni ko'rib chiqamiz. Savollari 杯子， 请问 kitobda endi savollari bor, ha? Mana shu tekstda endi tepada savolchasi bor edi. Savolchasi birinchi tekstda yo'q ekan. Ikkinchi tekstda bor ekan, uzr. Xo'p, demak, pul birliklarini bilib oldik, pul birliklarining ifodalanishi, ya'ni yuanni biz kuay desak ham bo'ladi muloqotda. I yuan, I kuay, Wu yuan, Wu kuay. Shi yuan, Shi kuay, Arshi yuan, Arshi kuay. Wu shi yuan, Wu shi kuay. Yi bai yuan, Yi bai kuay deb aytaverasiz. Keyingisida Xitoy tilida ana biz tiyin deymiz-ku, tiyindan ham kichkinarog'i mao bo'ladi. Mana bu tiyin, ularga o'zimiz o'zbek tilidagi tiyin, keyingisi mao. Ya'ni 3 xil yuan, jiao, mao degan turlari bor. Bularni dars sohasida bitta videomiz bor, o'sha orqali yana tushuntirib beraman. Hop, pul miqdorlari Wu yuan, Shi san yuan, Shi ar yuan, Yi yuan, Wu jiao, san yuan, san jiao, ar shi yuan, si jiao. Bularni ifodalanishi ana bunday. O'qilishi yana bitta. Chunki o'sha oxirida nima qo'yasiz? Xohlasangiz oxirida jiao deysiz bo'ladi, aytmaysiz ham bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda mana
Xo'p, olaylik mana bu 1,5 degani 1 yuan vujiao. Mana 1 yuan 50 emas, 5 nima deymiz? 5 deb qo'ysangiz ham bo'laveradi, ana 5. Ya'ni 1 yuani 5 tiyin degan ma'noni bildiradi. Bu yerdachi 3 bo'lsa 3 yuanu, mana 3 yuanu necha? 3 tiyin ma'noda keladi. Yoki sankuay sansi ham bo'laveradi. Hop, buni aytdik. Keyingisi 请问有杯 endi boyagi tekstimizni nimasi bu? Pininsiz varianti. Buni ham harakat qilasiz o'qishga. Tushunarli? Boya tekstni pinin bilan o'qigan bo'lsak, endi pininsiz holatda o'qib olishingiz kerak. 请问有杯子吗？有，杯子在这边。多少钱一个？这些5块钱一个，那些10块钱一个。我买这个吧。 Hop, endi yana bir narsa bor. Jozi shang yo duo shaoqian. Stoling ustida qancha pul bor? Jozi shang yo deysizda, misol uchun 69 yuan bo'lsa, arshi jo yuan deb aytasiz. Tushundingizmi? Boyatiga 69 aytasiz ki yuan deb aytasiz yoki kuaytsiz ham bo'ladi. Misol uchun 69 kuaychian, mana yozasiz mana. 69 kuaychian. Ya'ni 69 ming so'm degandek shunaqa ma'noni bildiradi. Hop, keyingisi bular amaliyot mashqi, bular shart emas. 2 kishidan guruh bo'lib bitta buyum tanlang va bir-biringizdan narxini so'rang. Buni misol uchun kimdir sotuvchi, kimdir oluvchi rolda ishtirok etib, jiga duoshavchiyan deb so'rasangiz, ularda bu shu yuan deb aytsa bo'ladi. Ya'ni bu ikkita gruppa shaklida bo'ladigan o'yin. Hop, keyingi so'zlarimizga to'xtalamiz. Keyingi so'zlarimiz mana stakanlarning o'rtiga, mana endi pastga pastroq tushiramiz. Yana mashqlar bor, mana so'zlar. Biz endi shu tarzda o'tamiz. Ketdik. 这儿这儿水果水果少，少，斤斤苹果苹果便宜。便宜。 Hop, endi bularni alohida to'xtalamiz. Demak, bu yer bilan olma degan so'z o'tamiz. Mevalar nima ekan? Shui guo mevalar. Ni sihuan che shimba shui guo. Ya'ni senga qanaqa meva yoqadi? Sen qaysi meva yeyishni yaxshi ko'rasan? Qanaqa meva yoqadi deylik? 我喜欢吃苹果，我喜欢吃西瓜，我喜欢吃 deb turib qolganlarni aytsangiz bo'ladi. Pingo bu olma. Hop. Bu ham guruh shaklida bo'ladi ekan mashq. Keyingisida iga pingo bitta olma, ch pingo olma yeyish. Zay shuego degan may pingo mevalar do'konidan olma sotib olish. Nisyang may shimma, bosyang may pingo. Pingo nima ekan? Olma. Mevalarda o'zi shuego, demak go'ni o'zi ham meva degani. Xolos endi pingoni ping deb bo'lmas ekan. Hop, pingo deb aytishingiz kerak to'liq. Lekin mevalar to'liq nima deysiz? Shuego, ho'l mevalar deb ma'noda keladi. Ho'l mevalar. Hop, keyingi so'zimiz shao, kam degani, kam oz degani. Duo ko'p, shao kam. Ikkalasini qo'ysangiz ham bir gap bo'ladi lekin. Mana. Jerda shui go jin duo. Bu yerda olmalari, mevalari juda ham ko'p. Yoki jerda shui go jin bu shao. Bu yerda olmalari kam emas, ya'ni ko'p degan. Tushunarli? Mana shuni agar iloji boricha biz duo qilib qo'ysak ham bo'ladi. Duo. Mana, ko'rdingizmi? Bu yerda olmalari juda ham ko'p. Ya, bunisiga shao deb yozib qo'ysak bo'lar ekan. Rostdan kam. Bunisida ko'p bo'ldi, bunisida kam bo'ldi. Lekin bu yerda baliqlari juda ham kamcha bo'ladi. Shu o'rniga baliq qo'ysa ham bo'ladi.
va oxirgisi jerda pingo, shuego, duoshauchen. Bu yerdagi mevalar nech pul? Bu yerdagi mevalar nech pul? Demak, shauda ma'nosi nima ekan? Kam degan ma'noni bildiradi. Ikkalasini qo'shsak, duoshao degan so'z nima bo'ldi? Qancha degan so'roq olmoshiga aylanadi. Tushunarli? Xitoy nima ekan? Ko'p bilan kam so'zini qo'shsa, qancha degan so'zni anglatar ekan. Ta yo duo shao ben shu uni qancha kitob bor? Ta yo vu ben shu uni 5 ta kitob bor. Zhuozi shang yo duo shaoga pingo. Bu so'zlarni yozyapsizmi? Chiqib yozib olamiz. Stol ustida qancha olma bor? Zhuozi shang yo bu shao pingo. Xitoy tilida bitta narsa bor. Bitta narsa misol uchun shao kam bo'lsa, bu shao bo'lsa, demak kam emas, ya'ni ko'p ma'noda keladi. Tushunarli? Buni siz yo duo pingo desam bo'ladi yoki yo hando pingo yoki bu shao desam bo'ladi. Ya'ni ma'nosi kam emas degan. Stol ustida olmalar kam emas, ya'ni ma'nosi ko'p degan. Keyingisi jin degan so'zimiz bu yarim kilo degani. Misol uchun yijin desa, o'sha yarim kilo tushuniladi. Misol uchun pingo yijin duo shauchian olmani bir yarim kilosi nech pul? Demak, jin yarim kilo. Tushunarli? Agar yoniga men gongjin deb yozib qo'ysam, gongjin kilogramm o'zi to'liq kilogramm. Chunki xitoyliklar unaqa kam-kamdan ko'p mahsulot sotib olishni yaxshi ko'radi. Ya'ni misol uchun ko'p 3-4 kilo emasda, yarim kilolik yoki 1,5 kilo olish mumkin. Shunda jinni o'zi bu yarim kilo. Gongjin siz 1 kilo to'liq bo'ladi. Tarjima qilsak, olma yarim kilosi nech pul? Olma nech pul? Yarim kilosi. Ma'nosi bir xil xo'p buni. Keyin aytasiz, olmani bir yarim kilosi shivu kuay ba, ya'ni 15.8 yoki 6, ya'ni yarim kilosi yoki 4,5 yarim kilosi. Nima qilasiz? Javob berasiz. Jinni aytdik. Mana gongjin kilogramm, kilogramm degan. Mana gongjin degan o'zi 1 kilogramm bo'ladi. Agar 1000 gramm desangiz, nima bo'ladi mana? Chiang k bo'ladi. Bunaqa aytilmaydi. Asosan siz gongjin deb aytsangiz ham bo'laveradi. Misol to'g'ri varianti. Mana 1 kilogramm 1 gongjin 1000 grammga teng. Mana 1000 gramm. Hop, endi savol bersak, Sigo duo shao qian yijin. Tarvuz qancha? 1 yuan. Nima bo'ldi? Tarvuzni 1 yuan. Tarvuzni yarim kilosi qancha? Hop, qancha ekan? Tarvuzni yarim kilosi 2,5 yuan ekan. Bu yo'llarni xuddi shunaqa tuzib chiqsangiz bo'ladi. Misol uchun pingo duo shao qian yijin. Endi pingo sankwa yijin. Olmani narxi 3 yuan, yarim kilosi 3 yuan. Tushunarli? Bular nima? Meva turlari. Endi pastga tushamiz. Endi bularni nima qilamiz? O'zimiz to'g'ri qo'yib chiqishimiz kerak. Bu qaysi reguli? Bu nima deb turib. Birinchisi nima edi? Ekranni pauza qilib aytsangiz ham bo'ladi. Jer bu yer edi. Jer. Keyingisi shuego, shao, jin, pingo, piani. Piani so'zi menimcha qolib ketdi mana. Piani so'zi qolib ketibdi. Piani so'zi arzon degan. Bu kuay han piani ya. Endi bu telefonimiz iPhone juda qimmat, to'g'ri? Bu piani arzon emas bu. Han piani juda arzon emas bu piani. Keyingisi Jesse Dongsi han piani. Bu narsalar juda ham arzon deb yozsak bo'ladi. Tushunarli? Piani nima ekan? Arzon. Mana jer bu yer, shuego mevalar, shao kam, jin yarim kilo, pingo olma, piani arzon. Hop, endi 这儿这儿水果水果少，少，斤斤苹果苹果便宜，便宜，
Ayni ikkita g bo'lib qolishi kerak. Ayni shui go bo'ladi o'zi. Anaqasi yozilganda o'chib ketib qolibdi. Shui go. Pingoda ham xuddi shunaqami? Pingoda ham ikkita g'si bo'ladi. Chiroyli ikkita gap pingo. Endi so'zlarni daftaringizga yozib borayotgan bo'lsangiz, keyingi slaydga o'tamiz. Keyingi slaydimizda sabzavot bozorida Wang Yishui meva sotib olyapti. Shu mavzuni endi audios bilan eshitamiz. 这儿的水果真不少。您想买什么？我想买2斤苹果。苹果3.5块一斤，这些7.2块，7块钱吧。好的，这儿的苹果真便宜。 Hop, endi tekst tarjima qilamiz sekin. Shoshmasdan. Jerda shuego bu shao. Ya'ni mavzumizni boshida shu gap bor edi. Bu yerdagi mevalar rostdan ham ko'p ekan deymiz-ku. Ekan qo'shimchasi yo'q, juda rostdan ham ko'p ekan deylik. O'zbek tiliga nozim tarjima qilganda shunaqa oddiy sodda qilib tarjima qilyapmiz. So'zimizni tarjima qilsak, bu yerdagi mevalar rostdan kam emas. Ya'ni ko'p degan ma'noni bildiradi. Keyin nima deymiz? Ikkinchi tekstda nima debdi? Ni xiang mai shenma. Xiang istamoq edi. Siz nima sotib olishni istaysiz? Nima sotib olishni istaysiz? Keyingisi nima debdi sotuvchi? Qiz xaridor nima debdi? Men 2 jin degani, demak nima bo'ladi bu? 2 jin bo'lsa, demak 1 kilo bo'ladi. Men 1 kilo olma olmoqchiman debdi. Men 1 kilogram olma sotib olmoqchiman. Hop, sotuvchimiz nima debdi? Olmalar, hop, olmalar yarim kilosi, yarim kilogrammi 3.5 yuan. Bo'pti. Kelibdi mana bulari. Mana bulari esa qancha debdi? Mana bulari esa 7 yuan. Ya shuni mana yozib qo'yamiz. 7.2 yozib qo'ying. 7.2 yuan ekan. 7 yuan qilib beraman. Hozir endi chikway ba degani, ya'ni 7.2 ni 7 yuan qilib beraman deb tarjima qilsak bo'ladi, hop. Ya'ni 7 yuan demoqchida. O'sha 7.2 ni bonus sifatida aytmayapti. Keyin havda yaxshi, xo'p. Bu yerdagi mevalar rostdan ham deymiz o'zbek tilida. Rostdan arzon ekan. Ekan qo'shimchasi yo'q, xo'p. Biz o'zimni qo'shib yozib qo'ydim. Tarjima chiroyli chiqsin deb. 这儿的水果真不少。您想买什么？我想买2斤苹果。苹果3.5块一斤，这些7.2块，7块钱吧。好的，这儿的苹果真便宜。 Endi shu tekst eslab qolgan bo'lsangiz, nima qilamiz? Savollarga javob topamiz. Jerda pingo qanaqa edi? Bo'shaq edi, ya'ni nima bo'ldi? Jim bo'shaq rostdan ham kam emas, ya'ni ko'p degan. Pingo olmani yarim kilosi qancha edi? Yarim kilosi 3 yuanmidi yo 7.2 midi? 3.5 edi, ya'ni 3,5.
Bo'ldi shu. Demak, kitobimizga to'xtalamiz. Bu tekst tugadi, mashqlarni qildik. Endi pastda yana bir tekstimiz bor. Uni tekstdan oldin so'zlarni bir o'rganib chiqamiz. Bu tekst ketishdan oldin. Hop, so'zlarda shangdiyan degan so'z o'tamiz bugun hozir. Shangdiyan. Shangdiyan bu nima degani? Savdo do'kon. Ya'ni do'kon degan, savdo do'kon. Diyan o'zi do'kon degani. Shangdiyan savdo do'kon. Narsa sotib olinadigan joy. Yifu kiyim, jiyan faqat kiyimlar uchun hisobsiz. Hozir shunaqa turaylik. Yuan Xitoy puli birligi yuan. Zimiyang biron narsaning holati, turishi yoki usuli haqida so'rash uchun ishlatiladi. Ya'ni qanday degan, qanday, qalay degandek. Go'y qimmat, chuan kiymoq, nyu ayol yoki qiz, nan erkak, nar anaver. Tushunarli? Bularni bir yozib olamiz. Jami bu mavzu 23 ta so'z ekan. Shu so'zlarga misol topamiz va keyin tekst o'qib, yana boyagidek savol javobni qilamiz. Hop, bu yerda birinchi so'zimiz shangdiyan, ya'ni do'kon degani. Chu shangdiyan maydonsi do'konga borib narsa xarid qilish. Ichunar, qayerga ketyapsan? Chu shangdiyan do'konga ketyapman. Tashi shangdiyanda shou huo yuan. Shou huo yuan. U do'kondagi sotuvchi. Yani u kim desa, tashi shay desa, u do'kondagi sotuvchi deymiz. Tushunarli? Shangdiyan demak savdo do'kon. Yifu kiyim, jiyan kiyim uchun hisobsiz. Ya'ni bitta kiyim desak, i jiyan yifu deymiz. Keyinsa nijintian zoshimi. Bugun nima ish qilasan? Wojintian hamama. Shu mayifu. Bugun onam bilan kiyim sotadigan boramiz. Hop, kiyimga oid narsa. Jajian yifu do'shauchian. Bu kiyim nech pul turadi? Jajian yifu deb turib narx aytasiz. Qarchi, bu shu kuay yoki bu bay kuay 50 yuan yoki 100 yuan deysiz. Tushunarli? Keyin pul birliklarida mi yuan degan so'z bor. Mi yuan bu dollar degan. Mi yuan. O yuan degani bor. O yuan bu yevro degan, yevro kurs. Xitoylar o'zlarining tilini rasmiyroq variantda renminbi deydi. O'zi yuan desa bo'ladi, mamlakat belgisi bo'ladi. Birinma-bir nima ekan? Bosh harfi olingan. Xitoy xalq pul birligi degan mana xalq pul birligi tangasi. Yoki puli degan. Mana shu odam Mao Zedong bo'ladi, Xitoy birinchi prezidenti. Mana yuan, keyingisi yuan yoki bu kuay, yoki bu yuan yoki bu kuay. Chap tarafdagisidan ko'ra og'zaki variantda kuay ko'proq aytiladi. Yiba yuan, wu ba yuan, yiqian yuan. 100 yuan, 500 yuan, 1000 yuan. Shi yuan, arshi yuan, wu shi yuan. Niyo shi kuay qian, wo shi yuan qian. Shi yuan shi kuay desam to'g'riroq bo'ladi. Meni 10 yuan pulim bor, senda aytsa voyo deysiz, nima deysiz? Pulim bor deysiz. Pulingiz yo'q bo'lsa deysiz. Wo meyo qian deysiz. Keyingi so'zimiz go'y degan qimmat. Jesse dongshi zimiyang. Han go'y. Go'y nima ekan? Qimmat degan ma'noni bildiradi. Qimmat. Hop. Zimiyang qolib, zimiyangga to'raylik. Nijitiya zimiyang, sesiya o'qin havnina. Ya'ni men bu sen qandaysan? Rahmat, men juda yaxshiman, o'zingchi deyapti. Demak, birorta narsani ko'rsatib, bu nima qanaqa ekan siz nimadir narsa zimiyang deysiz. Misol uchun, jajian yifu zimiyang. Bu kiyim qanaqa? Senga yoqdimi degandek. Nima deysiz? Han piyavli, juda chiroyli. Bu xalqcha so'z o'tamiz. Nyu qiz yoki ayol, nan erkak yoki yigit degan. Nan hayzi o'g'il bola, o'g'il farzand degandek, o'g'il bola, nan har kelasi bir xil narsa. Kimdir janubliklar buni aytishi mumkin, shimolliklar buni aytishi mumkin. Nyu hayzi yoki nan har. Bu nyu ekan, uzr.
Tushunarli? Ikkalasi ma'nosi bir, faqat ar qo'yilyapti. Ar qo'yilgan hisobiga z so'zi tushib qoladi. Nyuhayzi, nyuhar. Va oxirgisi nan suyishing, nyu suyishing. Erkak o'quvchi, qiz o'quvchi. Erkak ustoz, ayol ustoz. Nan laoshi, nyu laoshi. Hop, so'zlarni aytdik. Tekstimiz qoldi. Eshitamiz. 这家商店衣服真多，这件100元，怎么样？好看，也不贵。小雪能穿，买一件吧。好的，小明能穿吗？不能，这些是女孩子穿的衣服，男孩子的衣服在那儿。好的。 Ha, bu yerda mana tarjimasini endi o'z qilasiz. Men tarjimasini aytmayman. Tarjimasini qilib o'sha videoning tagida kommentda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Tarjimalarni imini shu qismini tarjima qilmaymiz. Ikkita tekst tarjima qildik va bu yog'ini va mana bu mashq joyi bor. Mashq joyini ham o'zingiz qilib, shu kommentariyada yozib qoldirsangiz biz tekshirib beramiz, tushunarli? Bularni o'zingiz qilasiz. Endi vazifada bular. Keyin tekstlarni iloji boricha pininsiz o'qishga harakat qiling, pininsiz. Tushunarli? Mana shu vazifa bo'ladi. Va oxirida bitta videocha ko'ramiz. Endi Xitoy pul birligi haqida. 从这个视频开始，咱来认识一下人民币。人民币 Shu videoni sal kattaroq qilamiz. 之前买东西的时候会用到，它有很多种面值，有100元、50元、20元、10元、5元、2元、1元，有5角、2角、1角，还有5分、2分、1分。 Ha, mana bu kattalari yirik pul tushuniladi. O'sha 1 yuandan to 100 yuangacha. Jiyovlar o'zimiz tiyinga o'xshagan. Tiyindan ham kichikrog'i fin aytiladi. 这些全是元，这些全是角，这些全是分。 Mana hammasi yuan, jiyov, fin. Yirik pul 0 dan keyingisi 01, keyingisi 001. 人民币的3个单位就是元、角、分，其中常见的是元和角。接着，咱来认识一下商品的标价。比如一个变形金刚，标价是20.50元，那它是多少钱呢？其实标价上点前面表示的是元，也就是20元；点后面第一个位置表示的是角，也就是5角；第二个位置表示的是分，也就是0分。所以它表示的是20元5角。再比如一支铅笔，标价是0.80元，那它是多少钱呢？是80元吗？显然不是。点前面是0，那就是0元；点后面第一个位置是8，那就是8角；第二个位置是0，那就是0分。所以这支铅笔的价格就是8角。以上就是认识人民币的全部内容，关键有2点。首先，人民币有不同的面值，常见单位有元和角。其次，在标价上，点前面是元，点后面第一个位置是角，第二个位置是分。怎么样，明白了吗？如果明白，就赶快去做题抢金币吧。 Videoni tushundingizga umid. Demak, jiyov sal kichikroq varianti. Uni 001 aytamiz. Mana yuan hozir aytib berdi. Yuan, jiyov, keyin fin. Fin uchun aytilmaydi asosan. Yuan bilan jiyov aytilishi mumkin. Hop, darsimiz tugadi. O'quvchilar, savollar bo'lsa yana beramiz. Mashqlarni iloji boricha kitobdagi mashqlarni qilib tugatib qo'yib, kommentga yozib qoldirsangiz, savollar bo'lsa Telegram gruppamiz bor. Shunday qilamiz, ko'rib chiqamiz. Uyga vazifa mana bu joylari. Mana bu joylari. Keyin mana bu yerda rasmga qarab bugungi foydalangan so'zlardan foydalanib gap tuzasiz. Oxiridagi videoni ko'rdik. Demak, pul haqidagi mavzumiz buguncha tugadi. O'quvchilar rahmat, keyingi darsda ko'rishguncha.